Biz buni uddalaymiz, albatta. Eronga qarshi O'zbekiston 25-mart sanasiga. Biz agarda Eronni mag'lub etsak, O'zbekiston milliy terma jamoasiga 19 ochko bo'ladi va biz 99% mundial chiptasiga ega chiqishimiz juda ham yaqin bo'ladi. Shuning uchun ham keyingi o'yinga o'zbekistonliklar Eronni mag'lub etishi shart. Hech bo'lmaganda Eronga mag'lubiyatga uchramasa bo'ldi. Agarda O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron bilan durang qayd etsa, O'zbekistonda 17 ochko bo'ladi. Bu esa 85% O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga chiqishi mumkin degani. Keyingi o'yinlarga Qirg'iziston milliy terma jamoasi qaysi terma jamoa bilan o'ynashi, arablar bilan o'ynaydi. Keyingi o'yinda biz O'zbekiston milliy terma jamoasiga ochkolarida ko'paytirish uchun omad tilaymiz va keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha xayr.